Kishilik huquqni ko'zitish tashkiloti 18 iyun e'lon qilgan dokladda ko'rsatilishicha, Xitoy hukumatı yaqinqi yillarda Uyg'ur diyoridagi 630 yezi qishloqning nomini o'zgartgan. Buning bilan inoqliq, ittifoq va birlik degandek nomlar aslidagi yezi qishloqlarning nomlari o'rniga dastilgan. Dokladda bu hol Uyg'urlar uchun madaniyat, tarix va diniy ma'niga ega yer-joy nomlari butunlay Xitoy Kompartiyasining ideologiyasini aks ettiradigan so'zlarga almashtirilgan deb ko'rsatilgan. Kishilik huquqni ko'zitish tashkiloti va Norvegiyadagi Uyg'ur yer fondi birlikda tayyorlagan bu dokladda ko'rsatilishicha, 2009 yildan 2023 yilgacha bo'lgan aralıqda Uyg'ur diyoridagi yezi qishloqlarga xos bo'lgan 3600 yer nomi o'zgartirilgan yoki qayta bekitilgan. Bulardan 630 yezi qishloqning nomlaridagi sazgur tarkiblar, jumladan xo'ja, xoniqa, sulton, masjid, bag, mazar, o'rda degandek nomlar birdak zamonaviy atalg'ularga almashtirilgan. Buning bilan qizil yulduz, qizil bayroq, baxt, do'stlik degandek siyosiy ma'niga ega yangi nomlar barliqqa kelgan. Kishilik huquqni ko'zitish tashkiloti Xitoy bo'limining muvaqqat direktori Maya Wang bu haqda to'xtalib, bu xildagi nom o'zgartirish qilmishi mohiyatda Xitoy hukumatining Uyg'urlarga xos madaniyat va diniy tushunchalarni o'chirish urinishidan boshqa narsa emas degan. Xitoy hukumatining uchur manbalariga bo'lgan qattiq kontrolligi tufaylidan bu xildagi nom o'zgartirishning shu joydagi Uyg'ur aholisiga qanday ta'sir ko'rsatganligini dalillashga mumkin bo'lmagan. Ammo Uyg'ur yer fondi ilgirki yillarda ashu xil nomi o'zgartirilgan yezlarda yashab boqqan bir qism kishilarni ziyorat qilish orqali buni aqallisi kundalik hayotga ko'plagan qulaysizliklarni ilib kelganligini bayqagan. Masalan, biraylan lagerdan qo'yib berilgandan keyin yeza nomidagi o'zgarish tufaylidan uyga qaytishga iloj qila olmagan. Yana biraylan bo'lsa, hukumat sistemasiga tizimga oldirishda nom o'zgarishi tufaylidan qashiliga uchragan. Yerlik Uyg'urlar bu xildagi nom o'zgartirishlarning abadiy bo'lib ketishidan saqlanish uchun bir qism yeza nomlarini xalq naqshlari shaklida aytish orqali o'z xotirasida saqlab qolmoqchi bo'lgan. Mazkur doklad e'lon qilingandan keyin Amerika Islom munosabati kengashimi buni keskin tanqidlagan. Mazkur kengashning uchur ishlariga mas'ul direktori Ibrohim Xupir bu xildagi nom o'zgartirish qilmishi shubhisizki Xitoy hukumatining Uyg'ur madaniyati va ularga xos islomiy meroslarni yo'qotish urinishini aks ettirdi. Xalqaro jamiyat, bo'libmi islom dunyosi bu xil qirg'inchilik xarakteridagi qilmishlarni to'xtatishga jiddiy harakat qilishi lozim degan.